Kunlardan bir kun oyda g'aroyib kichkintoy tug'ildi. Men tug'ildim. Luntik yokida o'zbekcha nomi bo'lgan Oybola multseriali esingizdami? Ha, bu multserial ham yoshligimizda juda ko'p bora efirga uzatilgan va bizga o'zining do'stona, iliq muhiti bilan tanilgan. Lekin bugungi video aynan o'sha multserial haqida emas, balkim uning davomi va balkim nihoyasi bo'lgan Luntik uyga qaytish multfilmi haqida. Video davomida siz yangi multfilm qanchalik ta'sirli bo'lganini, uning to'liq tahlilini va eng muhimi uni qayerdan tomosha qilishingiz mumkinligini bilib olasiz. Shunday ekan siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Bu multfilm bizga jonajon bo'lib qolgan Oybolaning o'z uyi, ya'ni Oyga, onasi yoniga qaytish haqida hikoya qiladi. Keling, dastlab yoshligimizdagi uning ilk ko'rinishi, ya'ni multserial haqida biroz kichik ma'lumotlar berib o'tsam. Oybola va uning do'stlari multserialda biz uning Oydan yerga kelib qolganini, u yerda juda ko'plab do'stlar orttirganini, u hattoki yovuzlarda ham mehr borligini isbotlay olganini ko'rgan edik. Bu multserial, aniqrog'i butunligicha Luntik loyihasi, Rossiyaning mashhur Melnitsa nomli animatsion studiyasiga tegishli bo'lib, 2006-yilda efirga uzatila boshlagan. Bu studiya bundan tashqari 3 bahodir, Shahzoda va Bo'ri, Barboskinlar va bir qancha Rossiyaning butun dunyoga mashhur multfilmlarini yaratgan va yaratib kelmoqda. Xo'sh, mana Luntik kimligini ham eslab oldik. Endi u haqidagi yangi va hissiyotlarga juda boy bo'lgan Luntik uyga qaytish multfilmini tahlil qilsak ham bo'ladi. Lekin bundan oldin aniq bilaman, hozir bu videoni ko'rayotganlarning 78% qismi bu multfilmni hali ko'rmagan. Shuning uchun sizlarga Honplay ilovasini tavsiya qilmoqchiman. U yerda siz bemalol shu va shunga o'xshash multfilmlarni eng yuqori sifatda va professional o'zbek tilida tomosha qilishingiz mumkin. Bundan tashqari u yerda jahonning eng mashhur har xil janrlaridagi top filmlarini topa olasiz, hamda ilova ichida offline paytingizda ham filmlarni yuklab tomosha qilishingiz yoki nimani ko'rishni bilmayotganingizda to'plamlar bo'limi orqali o'zingizga ma'qul keladigan to'plamni tanlab olishingiz mumkin. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsa, ovqatlanayotgan paytingizda yoki zerikkaningizda butun dunyo filmlaridan bahramand bo'lishingiz uchun eng yaxshi ilova. Ilovani bemalol App Store yoki Play Marketlardan yuklab olishingiz yoki shunchaki video ostidagi havola orqali ham yuklashingiz mumkin. Men esa ungacha davom ettiraman. Multfilm boshida bizga Oybola qanday qilib yerga kelib qolganini yana bir bor ko'rsatib berishdi. Faqat bu safar Kuya bobo nomli kuya kapalagining nigohida. Ma'lum bo'lishicha, Oybolaning yerga kelib qolishida meteorit yomg'iri sababchi bo'lib qolgan ekan. Ya'ni u tuxumdan chiqqanida meteoritlar uni Oy atmosferasidan bu yerga uchirib yuborgan ekan. Multfilmdagi Kuya bobo personaji esa biz uchun mutlaqo yangi personaj sanaladi. Chunki serial davomida bunday personaj umuman yo'q edi. Hamda uning ko'rinishiga keladigan bo'lsak, negadir men uni Albert Einsteinga o'xshatib yubordim. Balkim bir xil soch turmagi uchundir yoki multfilm ijodkorlari ham ilm-fan yo'lida telbalashib ketgan daho siymosini keltirish uchun aynan Einsteinning qiyofasidan foydalangan bo'lishlari mumkin. Yaxshisi izohlarda yozib qoldiring. Siz ham uni Albert Einsteinga o'xshatdingizmi yoki yo'q? Yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, bu multfilm multserialdan farqli o'laroq 3D animatsion ko'rinishida ishlab chiqarilgan. Biz ko'rib o'rgangan serial esa 2D ko'rinishida edi. Multfilm boshida Oybola o'zining xonasida uxlab yotganini ko'rishimiz mumkin. U esa o'yinchog'i, aniqrog'i Barboskinlar multserialidagi kichkintoy personajining yumshoq o'yinchog'ini ushlab yotganini ko'rishimiz mumkin. Bu degani kompaniya o'z multfilmlarida boshqa multseriallariga belgi qoldirib o'tgan. Multfilm voqealarining asosiy boshlanish nuqtasi Oybolaning yaqin do'stlaridan biri, serialdagi doimo gulshirasini yig'ib yuruvchi aricha yo'qolib qolgani bilan boshlanadi. Uni hamma birgalikda izlaydi. Keyinchalik esa uni uxlatuvchi gullar ostida uxlab qolgan holda topishadi. Uning onasi undan shu darajada xavotirlanadiki, buni ko'rgan Oybola ham onasini sog'inadi va u boyagi Kuya bobo haqida bilib qoladi. U ko'p yillar davomida Oy haqida tajribalar o'tkazganini, u Oy haqida ko'p narsalarni bilishini bilib oladi va onasiga menda barchasi yaxshi deb yozilgan xatni yuborish uchun uning oldiga shoshiladi. Lekin Kuya bobo unga nafaqat xat yuborish mumkinligini, balkim balandroq tog' uchiga chiqilsa, o'zi ham onasi oldiga borishi mumkinligini aytadi. Biroq Kuya bobo uni yubora olmasligini, Oybola uning tajribalari uchun asos bo'la olishini aytib uni to'xtatishga harakat qiladi. Oybola va do'stlari esa uning uyidan qochib ketishadi va tog' tomon yo'l olishadi. Oybolaning kichik do'stlar jamoasiga keladigan bo'lsak, Oybola, uning chigirtka do'sti Kruzia va haligacha kapalaklarga aylana olmagan kapalak qurtlari Wupsik va Pupsik. Ogohlantirib qo'yay, agar multfilmni tomosha qilsangiz, aynan Wupsik va Pupsik ishtirokidagi juda ko'plab kulgili hodisalarga guvoh bo'lasiz. Do'stlar tog'iga qarab ketib borishar ekan, ularni to'xtatish maqsadida boyagi Kuya bobo juda ko'p bora to'sqinlik qiladi. Lekin ular baribir tog'ga yetib keladi va u yerda ularga qirqoyoq xavf soladi. Ammo do'stlar uni ham birga yengib o'tib, Luntikni Oyga yuborishga erishadi va u va nihoyat onasi bilan ko'rishadi.
Hozir men sizlarga multfilm voqealarini qo'limdan kelgancha juda qisqartirib aytib berishga harakat qildim. Lekin siz bu multfilmni to'liq holda boya aytganimdek Xonplay ilovasida tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Multfilmni allaqachon ko'rib tugatganlar esa izohlarda multfilm haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanal rivoji uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kinotime bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.